Assalomu alaykum. Mening ismim Abulqosim Ablaziz. Qarqash nahiyasi Yangiya yezida tug'ilib cho'ng bo'lgan. Dadamning ismi Ablaziz Qurbon. Dadam 2015-yili 4-oyning 5-kuni Xitoyning turmusida ya'ni Kiriyadagi ataqliq mashhur shu turmada shahid qilindi. 65 kun tutilish jarayonida tutilishdimi sababi faqatla shu da'vat qilgan, tabliq qilgan deb tutildi. Ondan boshqa nurg'un masalalar bor. Bu yerda o'tish imkoniyatimiz yo'q. Dadam 65 kun bo'lgan vaqtida shahid qilinganlik xabari onamga kelgandan keyin bularning sharti hech qanday bir insonga xabar qilmay faqat 5 kishidan tarkib topgan inilarim, tog'alarim bilan kelib shu Kiriyaning turmusining o'zida janozasini shu namozni o'qib, yuvib tarab shu turmaning o'zida quyoshga shart bilan uydagilarni olib dadam shu turmada Kiriyada yana janozasi qo'yilgan. Qo'yilgandan keyin shu tunjolab 4-oyning 6-7 atrofi herhalde. Şu vaqtida onam bilan kurashib bu jarayonni angladim. Shu kurashgandan tortib ta hozir qadar hech qanday onam bilan aloqam yo'q. Onam hozir turmudimi, lagerdimi yoki qaysi holatda yashayotidi hech qanday xabarim yo'q. Onamning ismi Turajixon. Ondan boshqa 3 inim bor. Mehmet Nuri, Mehmet Abdullah, Mahmud Qarim deb. Ularning hozirgacha hech qanday bir izdirik yo'q. Uzoqdan anglish va xabarlarning kelishicha ularningki lagerda ekanligi xabari kelgan bo'ldi. Va 6 singlim bor. Singillarimning ochqasininki hozirgachilik ochqasi bilan aloqam yo'q. Ularning turmudimi, lagerdimi yo qaysida yashayotidi. Ama singillarimninki ayollarninki hammasininki lagerda ekanligi uzoqdan ba'zan xabarlar kelgan bo'ldi. Men barliq vatandoshlarni Xitoyninki bu qilmishlarini o'rtaga chiqarishimiz uchun, dunyo xalqiga ko'ksatishimiz uchun, anglitishimiz uchun bu guvohlik berish meselesinde aktif rol oynayışımız, bu orqali Xitoyninki abdi basharasini dunyoga echishimiz bak muhim deb qarayman. Boshqa qarindoshlarninkimi bu faoliyatga aktiv qatnashishni umid qilaman.